Allah hamma ucharliqning rizqini berdi. Ammo o'ziga tashlab bermaydi. Rizq berish Alloh taolaning ishi. Ammo sabab qilib uni hosil qilish bizning ishimiz. Shunga halol rizq uchun ishlash farz. Bir odam o'g'lini shaharga pul tepishga avatibdi. Ammo o'g'il ish bo'lmayla uyga qaytibdi. Dadisi: "Balam, etiganlar qaytibsan, yaxshi pul topgan o'xshamamsan?" deb so'rabdi. O'g'il: "Dada, men ajoyib obdan bir falsafani o'rganib keldim. Etigan shaharga qarab mengib o'tib, charchab ketdim. Shuning bilan yo'l bo'yidagi bir daraxtning tubida o'tirib dam olayotdim. Bir sher bir kiyikni qo'g'lab yurib, xeli uzun vaqtda kiyikni tutib oldi va hamon yeyishga boshladi. Ammo ozroq yeb qo'yib ketib qoldi. Orqadan bir o'rida ko'zi tutib yotgan tulki chiqib, sherdan oshqonni yedi. Men buningdan bildimki, ishlamasimi och qolmaydi ekan. Shunga uyga qaytib keldim" debdi. O'g'lining bu ahmoqligiga g'azablangan ota: "Hey isiz sana, sher bo'lib yashag'ili bo'ladigan turuqliq tulkidek yashashni tanladingmi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bergan qo'l olgan qo'ldan yaxshi degan emasmi?" debdi.